Millat fidoyilari. Katta leytenant Chora Rajabov Mengliyevich 1966-yil 20-iyunda Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Boldir qishlog'ida tug'ilgan. U 1984-yil Vengriyaning Budapesht shahrida muddatli harbiy xizmatni o'tagan. 1996-yil 30 yoshida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari safida shartnoma asosida harbiy xizmatni o'tay boshlagan. Katta leytenant Chora Rajabov 2000-yil avgust oyida Surxondaryo viloyatining Sariosiyo va Uzun tumanlarida tog'li hududlarda xalqaro terrorchi jangari guruhlar bilan bo'lib o'tgan jangovar harakatlarda ishtirok etgan. 2000-yil 16-sentyabr kuni u maxsus guruh tarkibida navbatdagi razvedka qidiruv tadbirlarini bajarishga tayinlangan. Tog'li hududning qiyin va murakkab sharoitlariga qaramay, safdoshlari bilan birga jangovar topshiriqni yuksak saviyada bajargan. Desant ishg'ol harakatlarini bajarayotgan vaqtida qahramonlarcha halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoni bilan marhum katta leytenant Chora Rajabov Jasorat medali hamda bir qator esdalik nishonlari bilan taqdirlangan. U o'qigan 40-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga uning byusti o'rnatilgan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.